Birinchi masala. Basketbol to'pini savatga tushirish uchun uni qanday tezlik bilan otish kerak deyapti. Havoni qarshilik kuchini hisobga olmang. Hop. X bo'yicha harakatda L masofa bosib o'tadi desak, 12 metr. L teng bo'ladi va X gorizontal tezligi o'zgarmaydi. T vaqt ichida bosib o'taydi 12 metrni. Hop. 12 teng Vx da 0 kosinus alfa ko'paytirilgan T deymanda T'ni topaman shu yerda. T teng 12 taqsim 0 ko'paytirilgan kosinus 45 gradusda ildiz ostida 2 taqsim 2 tepaga chiqdi. Irratsionallikdan qutqarsak, hop 2 qisqardi 6 yani 12 ildiz ostida 2 taqsim 0 bo'ldi. Demak, T shunga teng ekan. Endi Y o'qi bo'yicha harakat tenglamasini tuzib olsak, Y teng Y0 plus minus VY T plus minus JT kvadrat taqsim 2. Hop, Y teng Y0 plus olinadi. Sababi Y o'qi bo'yicha yo'nalgan tezlik. VY T minus olamiz, chunki yuqoriga qarab sekinlanuvchan harakat bo'lyapti. JT kvadrat taqsim 2. Bu T vaqtdan keyingi mana bu yerda erishgan koordinatasi bo'ladi. Ya'ni Y o'rniga 6 qo'yaman. Mana bu yerda 6 teng Y0 dastlabki koordinata mana bu yerda 4 metr. 4 hop plus VY o'rniga V0 sinus alfa qo'yaman. Va Y V0 sinus alfa. Sinus alfa 45 gradusda bu ham ildiz ostida 2 taqsim 2 teng. Endi T. T'ni o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboraman. Ko'paytirilgan 12 ildiz ostida 2 taqsim 0. 0 qisqaradi. 0 2 bilan bu qisqarsa 6. Ildiz osti 2, ildiz osti 2 ni ko'paytirsak 2. 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. Mashhad 12 bo'ldi. Hop. 12 bo'ldi. Minus jni 2 ga bo'lsa 5, tni kvadrat. Yana mana bu narsani kvadratini olamiz. Ko'paygan 144 2 kvadrat. 2 kvadrat 2 288 bo'lar ekan. 288 taqsim 0 kvadrati. Tak, bu qattiq hisoblasak 16 tenga bir bitta o'tsa minus 10 teng minus 5 ko'paytirilgan 288 taqsim 0 kvadrat. Minuslarni tashlab yuboramiz. 10 ni 5 ga bo'lsa 2. 0 ni ko'paytirish qilib chiqaramiz. 0 kvadrat teng bo'lyapti 288 ga. 2 bilan 288 ketsa 0 kvadrat teng bo'lyapti. Xo'p. 144. Mana 0 teng 12 metr taqsim 8. Ajoyib ekan.